Ketdik. Bugundan e'tiboran men shu kollejga kelaman. Milson kolleji. Big Daddy oppa, men sizning rasmiy fan klubingiz Big Donning kotibasi bo'lib ishlayman. Men Minsukman oppa. 1 2 3. Bu mashhurlik qayerga borsam ham muammo bo'ladi. Unda sinf xonasiga birga boramizmi? Ortimdan. Sening playlisting. Ikkinchi qism. Salom. O'zimni tanishtirish shart emas, to'g'rimi? Men kimman? Big Daddy, Big Daddy. Sizni sevamiz, Big Daddy. Hamma joyiga o'tirsin. Bir yillik tanaffus olganimdan beri yana maktabga kelyapman. Men boshqacha muomala qilishlarni yoqtirmayman. Mashhur yulduz bo'lsam ham menga oddiy muomalada bo'linglar. Men sizlar bilan yaxshi xotiralar yaratishni xohlayman. Buning uchun ta'zim qilaman. Men sizni sevaman, men sizni sevaman. Yaxshi. Dokman, ana u yerdagi bo'sh joyga borib o'tirishing mumkin. Sinf sardori, labbay. Dokmanga maktab haqida aytib ber, xo'pmi? Nima? Buni men qilaman. Sen hozir qaysi darsligini ham bilmaysan. Qo'lingni tushir, Minsuk. Xana, unga yaxshilab tushuntir, xo'pmi? Hop. Biz ingliz tili darsigacha shu yerda bo'lamiz. Xo'sh. Isming nima? Pak, Xana. Pakhain. Isming chiroyli ekan. Xuddi yuzingdek. O'quvchi sigaret olib yuribdimi? Maktabda-ya? Chekish mumkin emas. Tipa reklama. Chekma. Aslo cheka ko'rma. Hey, o'ppamizning elektron sigaretani olib qo'yishga qanday hadding sig'di? Buni sendan olib qo'yaman. Sen ajoyibsan, Pakhain. U meniki bo'lishini xohlayman. Salom. Men o'zimga Big Dungilardan hech qachon sir yashirmaslikka va'da berganman. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan gaplarimni eshiting. Salomlash. Bugundan boshlab men seni sevaman. Meni Big Dungilarim. Iltimos meni tushuning va qo'llab-quvvatlang. Yo'q, bunday qilmang, oppa. Pakhain. Bugundan boshlab bu bizning ilk kunimiz bo'ladi. Men bunaqada efir qila olmayman. Tashlab yuborishimni xohlaysanmi?
Oppa. Oppa. Yaxshimisiz? Haligi bu maqola. Ha, yaxshiman. Lekin tanam o'zini yaxshi his qilmayapti. Uyga ketishim kerak. Mendek inson birinchi kundanoq uyga. Oppa! Park Hana. Uni boshdan beri yoqtirmasdim, lekin chidab keldim. Ammo buni shunday qoldira olmayman. Oppamizni uyaltirishga qanday haddi sig'di? Men seni ham shunday sharmanda qilaman. Endi Park Hana maktabimizning rasmiy haydalgan o'quvchisi bo'ladi. Hey! Alvado qizlar. Bechora. Qachongacha o'zingni yosh boladek tutmoqchisan? Sabrim tugab bormoqda. Men hoziroq bas qilishim kerak. Lekin so'nggi marotaba. Hey, qo'yib yubor. Qizlar, bo'la qolinglar. Chiqing tezroq. Suvni sochinglar. Hey, nima qilyapsizlar? Yaxshimisan? Qora qosh, ko'zida yosh, menga qarab turibdi bekat yonida. Avtobus kelmaydi hanuz, mana uchrashdik yuzma-yuz. Qara yomg'irlarda buncha go'zal bo'lmasa kuz. Maktabimda hammadan go'zal, go'zal, go'zal eding Ra'no. Qishlog'imda go'yo bir g'azal, g'azal, g'azal eding Ra'no. Aynan o'zim Ra'no. Daftaringni orqasiga sevaman deb yozib qo'ygan kim? Yulduzli kecha, uyqu kelmaydi, uyqusizlik. Sen uxladingmi? 벌써 며칠 동안 멈춰 있어 난 그냥 멍하니 널 생각해
Agar Marimo ko'ringulik bo'lsa, sayohat orzusi amalga oshadi. Hali uxlaganim yo'q. Marimoni parvarishlayapman. 네 생각에 채워가는 건 처음인 것 같아. 작은 떨림 하나도 조금씩 놓이게 기우는 내 마음은 정말 어떻게 된 건지 Ayim studiyosi tomonidan o'zbek tiliga o'qiradi. Ovoz berishdi Ali va Mavigul. 가고 나면 날 깨워줄 네 생각에 또 잠이 들